hamma yomonlik esimizdan chiqarib, yaxshilik kunlar keldi bizga ham. Rahmat sizga. Baxtli kunlar. Rahmat sizga kattakon. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun yana bizda xushxabar, yaxshi yangiliklar. Juda ham uzoq kutilgan, sabr bilan kutilgan, astoydil harakat qilingan. Bizlar doimiy qizimiz, qizlik bo'ldilar va qizaloqlarni bizani ko'rgani kelibdilar qizaloqlari bilan. Turmush qurganimizga 4 yil bo'ldi bizani. Oradan birinchi tug'ruqim o'smay qoldi 7 haftalikda. 7 haftalikda tushirish bo'ldi. Undan keyin yana 3 oydan keyin ikkinchi bolamni ko'tardim. Unda ham o'smay qolish anaqasi bilan bolam rivojlanmay o'smay tushib qolaverdi. Keyin esa undan keyingi bolamni tug'dim o'zi Nilufar Babayeva nazoratida lichenga olib tug'ib hozir 2 yosh o'g'lim. O'g'limdan keyin yana orada yana bir tushish bo'ldi. Bu ham 4 haftalikda tushish bo'ldi. O'smay qolish bilan yana tushirdik u bolani ham. Undan keyin yana lichenga olib, Nilufar Babayevdan lichenga olib, mana qizaloqli bo'lib, 6-farzand ikkinchi tug'ruq bilan qizimni qo'limga oldim. Nilufar Babayevga ulkan kattakon rahmat.